Google, Apple va Facebook bu kompaniyalar ham hujumga uchraydi, lekin bu kompaniyalarni kim himoya qiladi? Hozirgi kunda har bir katta kompaniya o'z ma'lumotlarini internetda saqlaydi, lekin bitta muvaffaqiyatli kiberhujum bu kompaniyalarning qulashiga olib kelishi mumkin. Chunki muvaffaqiyatli kiberhujumdan so'ng ular millionlab dollar yutqizishadi yoki o'z mijozlarining ishonchsizligiga olib kelishi mumkin. Shu sababli kiberxavfsizlik mutaxassisi hozirgi kunda dunyodagi eng talabga kasblardan biri hisoblanadi. Kiberxavfsizlik mutaxassisining ishi asosan kompaniyalarga bo'ladigan kiberhujumlar, viruslar yoki ma'lumotlar o'g'irlanishidan himoya qilish. Ular kelasi bo'ladigan xavflarga tayyorgarlik ko'rishadi va ba'zan hatto kompaniyalarni himoya tizimlarini kuchaytirishlari mumkin. Hozirgi kunda kiberxavfsizlik mutaxassislari juda ham yetishmaydi. Shu sababli banklar, aviakompaniyalar va hatto shifoxonalar ham bu kasb egalarini faol qidirishmoqda. O'zbekistonda ham bu sohaga bo'lgan ehtiyoj yildan-yilga ortib bormoqda. Buning asosiy sababi raqamlashtirish jarayoni. Raqamlashtirish jarayoni kengaygani sari davlat tashkilotlari, banklar va xususiy yirik kompaniyalar o'zlarining ma'lumotlarini himoya qilish uchun bu soha vakillarini qidirishmoqda. Bu sohadagi eng yaxshi joy siz istalgan sohada ishlashingiz mumkin. Shifoxona, logistika, hatto davlat tashkilotlari ham bu sohaga ehtiyoj sezadi. Chunki hozirgi kunda o'z ma'lumotlarini himoya qilishni xohlamaydigan kasbning o'zi yo'q. Bu sohada qancha daromad qilaman deydigan bo'lsangiz, tajribangiz va kompaniyangizga qarab, bu sohada mutaxassislarining daromadi 70 ming dollardan 180 ming, hatto 250 ming dollargacha chiqishi mumkin. Albatta, bu xalqaro bozordagi yillik daromad hisoblanadi. Agar siz ham bu talabgir sohani egallab, davlat yoki xususiy tashkilotlarda ishlamoqchi bo'lsangiz, ID universitetda sizni kutib qolamiz. Bu universitetda xalqaro standartlar asosida ta'lim olasiz va amaliy ko'nikmalarga ham ega bo'lasiz. Bitirgandan so'ng esa siz bitta emas, ikkita diplom olasiz. Birinchisi ID universiteti diplomi, ikkinchisi esa Wolverhampton diplomi bo'ladi. Agar siz ham bu sohani egallab, talabgir kasbga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting.